Assalomu alaykum. YouTube kanalimizni podpischiklari, yurtdoshlar. Bugun bize Sputnikda do'stlar. Sputnikda shuning bitta 120 kvadrat hovli joyimiz sotib olgan ekan. Shuni ichalari bilan tanishtirib o'tamiz. Fasadlari atachment atilingan, oq bilan qora berib kombinatsiya berib, eshiklarimiz koronali eshiklar qo'yilgan, demir eshiklar. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q bu do'stlar. Svetan meni gelip tayyor bo'lib turibdi. Yetdik unda ichalari bilan tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimizning obunachilari. Bugun bize Sputnikda 120 kvadrat bo'lgan hovli joyimizni obzorini ko'rsatib o'tamiz. Yo'lning ustidan yaqin pishgan xom aralash qurilgan seysmopoyezlari bilan cho'tkatib, ajoyib etib, mustahkam etib qurilgan hovli joyini obzorini ko'rsatamiz do'stlar. Eshiklarimiz yarma kapı eshiklar qo'yilgan, demir eshiklar opshib ketilingan, ichalari o'tib ketilingan. O'ng tarafimizda prixoshkalarimiz bo'ladi. Yanında rakovina mestalari, sensorli aynalar bilan do'stlar. Ko'rib turganingizdek, sensorli aynalar bilan qo'yilgan. Hovli joyimizni girganimizdagi dalan, Xorazmcha aytganda dalan, holi, zamonaviy aytib aytganda holi shuni keng tushgan do'stlar. Holi keng tushgan, 6 va 5 bo'lib holi. Bu yerda bir uzun koridor tushgan do'stlar. Eshiklarimiz ham yaxshi sifatli shpon eshiklardan qo'yilgan. Ajoyib bunlar. Biri bir registr, onda yine bir registr tashalgan. Dalan uchun. Bir de spalnimiz oladi, kichkina bir. Jada boshsak. 3,5 4,5 bo'lib tushgan spalnimiz oladi. Devorlarimiz super mo'ysha bo'ylardan urilgan. Uyg'uqaram qo'yilgan uyg'ularni. Mustahkam, yaxshi sifatli solingan hovli joyimiz oladi do'stlar. Plan kompaktni, hovli joyimiz ham kompaktni qurilgan. Lestnitsalari quyma lestnitsalar. Ustidan oq bilan qarashli kombinatsiya berib zatilingan lestnitsalar. Bu yerda sanuzelimiz oladi. Sanuzelimiz ham pollari kafil da patalka kafil etilingan. Aristollar ham qo'yilgan do'stlar. Biri kir mashina uchun mesta qoldirilgan. Birimiz dushovoy bo'ladi. Vannamiz rakovinalar ham qo'yilib, aynalar ham qo'yilib, unitazlar, dushovoy. Bu tarafda kuxnyamiz. Kuxnyamiz ham vнимание обращаtinglar keng tushgan. Bunning ulli kuxnyali hovli joy 1000 kvadratga solingan yo'q. Do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek keng tushgan kuxnyamiz ham. 5 bo'lib tushgan kuxnyamiz. Kuxnyning mebellari ham ajoyib etib high-tech variantda zatilgan. Gaz plitalarimiz ham eng yaxshi gaz plitalardan qo'yilib, ichishlar ham qo'yilib, rakovinalar ham zamonaviy yaxshisidan qo'yilgan do'stlar. Bellarimiz kafel, mramorli kafel oladi. Bir qo'shib turadigan ikkisi. Registrlar ham tashlab o'tilgan. Bir de pollarimiz taxta pol oladi. Birini teyinda podvolanma do'stlar. Girgan yerdagi dalamizdan birdan podvoli bor. Boq tarafini ko'rsatib olsak, boq tarafi ham keng qolgan. Yine eshikdan chiqqan qismi lestnitsa atilingan. Bellarimiz bir ziloniy zona, xarajlarga barbekü zona taslar. Uni o'zingiz bilasizlar, kim olgan bo'lsa planlashtirib taqlib beradi. Birimiz kuxnyamiz eshiklari akvaplastik eshikdan qo'yilgan oynali. Birimiz ham akvaplastik eshikdan qo'yilgan. Lestnitsalarimiz ajoyib bir chiroyli bo'lib turibdi. Oq bilan korishniy svet kombinatsiyali. Lestnitsadan ikinci etaja çıksak, ikinci etajımız dostlar çöplük pol.
Laminat döşelgen. Çöplü pol. Onda kollektorlarım gözlük tane. Birimiz yine zalımız oladı ikinci etajdayı. Zalımız ham giyin tushgan. Patologlari gipsokardondan figura berib matoy natijada patolog atilingan. Devorlarimiz super moyshab bo'lardan urilgan. Eshiklarimiz ham yaxshi eshiklardan qo'yilgan. İkinci xonamiz spalnimiz. Büyük bir spalnimiz oladi. İki zal bir spalni tushgan tepede. Bunda ikinci zal. Birimiz ham giyin tushgan, televizor mestamız ham mebellari taxlanib zetilib turibdi do'stlar. Puluna to'xtalib o'tsak, hovli-joyimizning mesta положенияsi Sputnikda yo'lning ustuna yaqin. Kvadrat metri 120 kvadrat metr. 2 etaj hovli-joy. 650 milyon deb chiqarilgan bu endi uy egasi tezroq sotilsin degan maqsadda 640 milyon deb qo'ygan bo'ldi. 640 milyon puli kimni qiziqtirgan bo'lsa ekranda nomerlarni qo'yamiz. Murojaat etsangizlar kelib ko'rsatib ozgina qaytib beradi do'stlar. Ko'p qaytilmaydi. 40 milyon qayt, 50 milyon qayt deb o'tirmanglar. Shu bo'ladigan yeri ozgina qaytiladi, 1-2 so'm qayr puli. Kimni qiziqtirgan bo'lsa ekranda nomerlarimizni qo'yamiz. Murojaat etsangizlar kelib ko'rsatamiz. Like, podpiskiyadan chiqarmanglar do'stlar. Like, podpiskiya qilib borsangizlar hovli-joy, kvartira olmoqchi bo'lsangizlar yordam etamiz. Sotmoqchi bo'lsangizlar ham sotib ham beramiz do'stlar. Esa keyingi rolikda görüşguncha deb qolamiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar.